Har yili biz Qora akamni tabriklaymiz shu kunda. Abduhakim Qora aka juda ajoyib insonlar bu kishi. Salomatlar. Bizda yaxshi joy, Toshkentimizda ko'payaversin. Eski do'st. Tojikistondan kelgan mehmonlarimiz ham bor. Xushomad edi. Binalarga tarafum aylangiz. Aşık buldum tan vermeng, çorem asbabım zing. İştizar etgenge zulmetmeng, tarafur gülgüzing. Bak Chimkentda Sherakani dalasi otib o'tganda uni rahmat og'aynisiga va ikkovlari dalanglarda qalblar shog'im san'atiga hamda bo'ldi. Xush kelibsiz. Ota qadrdonlar ekanmiz. Rahmat. Sağımsan otacanim, izleyin hayırlardan. Hasanxon Qora aka bitta qo'shiq so'radilar. Meni tashlab firoqqa, yo Iroqqa yo'l olib. G'arq etar baxtli fag'on zavqi pirday. Qora aka eski do'st. Biz Qora akamnikida har yili shu kunda Qora akamni bir yaxshi tilaklar bilan tabriklaymiz. Sabab biz bu xonadonga Qora akamga begona emasman men. O'zini tug'ishgan ukasi deyman. Sabab Qora akamning kuyovi Jasurbek qori meni qiyomatlik ukam. Eski do'stlar boshimi toji bular. Botirbek akamizni qadar buzuruqlari hammamiz uchun hurmatli bo'lgan akamiz. Sheral akamizni hofizimizni, Hazratda Sheral akani eng yaqin do'stlaridan biri Tohir akamiz vafot etdi. Bu kishini ham Alloh rahmat qilsin. Amin. Hammalarini Alloh g'arib rahmat qilsin, shoista jannat aylasin. Amin.